Hop, opa mana 235 million bitta kreditingizni yopdik. Mana 90 milliondan yopdik. 18 million yana qattandir kreditingiz chiqib ketdi. Eslayapsizmi o'shani? Men sizga boyadan beri tushuntirib yotaman. 18 million kreditingizni ham yopishimiz kerak. Men katingizda ko'rinib turibdi-da. Siz eslamayapsiz qatdan olganingizni. Onlayn kredit olgandirsiz, o'shani eslab ko'ring. Ko'rdingizmi? Boyadan beri men sizga aytaman. Opa, katingizni ham ko'rsatdim. Katingizni ham ko'rsatdim. Opa, 18 million yana kreditingiz bor-ku, yo'q deb so'rlashyapsiz-da boyadan beri. Hop, qarang, 70 ming dollar sizga chiqyapti. 70 ming dollar oz, 1351 dollardan oylik to'lovi chiqyapti. Ma'qul-a? Hop, o'rtoqlar, opalarni 3 ta kreditini yopib beryapmiz. O'rniga 70 ming AQSh dollar chiqarib beryapmiz. 7 yil muddatga oldilar. Oylik to'lovlar 1351 dollardan chiqyapti. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqib turasizlar. Ishlarni tez va oson bitirib beramiz. O'rtoqlar, qancha kreditingiz bo'lsa ham yopib chiqarib beramiz. Bosinglar.